Assalomu alaykum. Ko'rib turganingiz Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Kanadada bo'lib o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekiston milliy terma jamoasi mezbonlarga 2-0 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bahsdan so'ng har ikki jamoa bosh murabbiylari o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Kanada terma jamoasi bosh murabbiyi Jesse Marsh O'zbekiston imkoniyatlarini osonlik bilan taqdim etadigan raqib emasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, O'zbekiston himoyada tartibli harakat qilgan va Kanada g'alaba qozonish uchun katta mehnat qilgan. Murabbiy jamoasining qarshi hujumlardagi harakatlaridan mamnun qolganini, futbolchilar jismoniy tomondan yaxshi holatda ekanini ta'kidlab o'tgan. O'zbekiston bosh murabbiyi Fabio Cannavaro esa uchrashuvni ikki xil bo'limga ajratib baholadi. Uning fikricha, birinchi taymda jamoa ixcham, agressiv va yuqori tempda harakat qilgan. Ikkinchi bo'limda esa to'p nazoratini qo'lga olishga urinish davomida intensivlik pasayib ketgan va bir nechta xatolar qimmatga tushgan. Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi xalqaro darajadagi futbol talablariga moslash ustida ishlayotganini aytdi. U Kanada so'nggi yillarda sezilarli o'sganini va tarkibda ko'plab iqtidorli futbolchilar borligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Murabbiy yaqinlashib kelayotgan jahon chempionati haqida ham fikr bildirib o'tdi. Portugaliya, Kolumbiya va Kongo kabi kuchli raqiblarga qarshi bahslar oson kechmasligini, shunga qaramay futbolchilardan qo'rqmasdan maydonga tushishi va tarixiy imkoniyatdan zavqlanishini talab qilayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, Cannavaro himoyachi Abduqodir Husanov haqida ham iliq fikrlar bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Husanov katta salohiyatga ega futbolchi bo'lib, kelajakda yanada kuchayishi uchun o'yin vaziyatlarini yanada yaxshiroq o'qishni davom ettirish kerak. Eslatib o'tamiz, uchrashuvda Kanada 2 gol urib g'alabaga erishdi. O'zbekiston esa ayrim ijobiy jihatlarni namoyish etgan bo'lsa ham, ikkinchi taymdagi pasayish sabab mag'lubiyatga uchradi.